Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Tuzukmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xudo xolisa bismillah deb boshlab oldik. Darsliklarni ko'pchiligiga manfaatli bo'ladigan umiddaman. Shunga juda e'tibor bilan kuzatib, hamda qayta ko'ringlar videoni va bir marta tushuntirib ketaman hamma detallarini. Hozir sizlarga berilayotgan narsa va o'rgatadigan narsa ichida 10 tadan bittasi bu kazinoning tematikasi hisoblanadi. Chet elda juda aktivni ishlatib kelinadi. Ya'ni oladigan bo'lsak bir 5 pips 10 pips to'plashimiz bo'ladi. 10 pipsdan to'plashimiz oshishi kerak emas. Bugungi biza hozir birinchi o'chirib o'rganadigan narsamiz, maksimal o'rganadigan narsamiz, man sizlarga hozir maket, ya'ni rasm tashlayman. O'sha rasm bo'yicha sizlar maksimalni ko'rib chiqishinglar kerak va o'zingizlarga mana shu narsani ko'zinglarni o'rgatib olishinglar kerak. Birinchi o'chirt oladigan bo'lsak, bizada fu agar ahamiyat bergan bo'lsa fu bor va s-fu candle degan holatlari bor. Misol uchun bu bizada hozirgi holatda oladigan bo'lsak, bizani narximizni kuchli поглощение qilib yopilgandan keyin bu bizada strong funi shakllantirdi. Strong funi shakllantirgandan keyin bizada poizonalar bo'ladi. Hali poizonalarga nasib o'tamiz, chunki bu juda katta tematika bir-biriga bog'liq hisoblanadi. Bu bizada strong fu holati hisoblanadi. Ya'ni undan oldingi shag'am поглощать qilish. Strong funi har xil turlari bor. Ya'ni слабый hamda kuchli tarafdan, ya'ni kuchi tarafdan. Bizada bu selga qarab narximiz oqib kelayotganda bu narximiz ham strong fu bo'lib turib selga yopilyapti. Bu down trenddagi chap tarafdagisi esa up trendi strong fu holati bo'lib kelyapti. Endi bu S-fu bo'ldi. Xo'p, xullas S-fu larni tushunib oldik. Strong fu shag'amlarini hisoblab oldik mana. Endi bizga fu shag'ami kerak. Fu shag'ami qanaqa shakllanadi? Oddiy misol oladigan bo'lsak, bizning narximiz selga qarab oqib kelayotgan bo'lsa, ya'ni down trend любой shag'am, просто sell shag'am bo'lib pastga tushib kelayotgan bo'lsa, undan keyingi shag'am bizani bu shag'amimizni lowini yengilab, ya'ni minimumini yengilab, narximizni tepada buy shag'am bo'lib, yo sell shag'am, xullas farqi yo'q. Sell shag'am bo'lib yopilgandan keyin mana bizda bu yoqda afu buyga shakllantirdi. Bu oddiy fu shag'am hisoblanadi. Fu shag'am ham kuchli hisobida kiritiladi. Fu shag'amda bizni xohlasanglar retestidan buyga kirsa bo'ladi. Yo'qida keyingi bizda o'rganadigan narsamiz, ya'ni HKS zona shakllanishidan kirsak bo'ladi. Endi bu fu buyga bo'ldi. Bu esa bizda fu sellga bo'lib qoldi. Maqsad bizda shakllangan soyani yengilab narxni ichida yopilishi. Ya'ni oladigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, soya yengilab ichida yopilib qoldi. Soyani ichida bo'lsa ham bo'ladi. Bizda bu yerda fu candle, ya'ni fu shag'am shakllandi. Biz buni retestdan kirsak bo'ladi, soyasidan kirsak bo'ladi. Holatlariga qarab baribir bizda eng kuchlisi baribir HKS ga taqaladi. HKS bu nima? HKS bu high confluence setup, ya'ni katta ehtimollik bilan yurib beradigan setup zona. Ya'ni yurish ehtimolligi juda katta. Xullas bizda HKS qanday shakllanadi? Biz fu, S-fu larni o'rganib oldik. Endi HKS shakllanishi uchun bizda misol uchun oladigan bo'lsak, sellga qarab narximiz oqib kelyapti. Selga qarab narximiz oqib kelayotganda bizda low'ni yechib, bizda fu shakllantirib qo'ydi. Yoki xohlasangiz S-fu deb olsangiz bo'ladi. Undan keyingi bizani harakatimiz qanday bo'ladi? Bu shag'amdan keyin bizda avtomatiski sell yoki buy shag'am shakllanadi. Misol uchun sell shag'am shakllandi deb aytaylik. Bizani mana shu afu buyga bo'lgan shag'amimizning zonasiga unda mana shundan keyingi, mana o'rtadan keyingi shag'am, buni o'zini retesti bo'lishi kerak emas, esdan chiqazmanglar. Bundan keyingi shag'amni
retesti bundoq qilib oladigan bo'lsak, tegib touch qildi deylik. Mana shu shag'am retesti, mana shu holat bizada 1x HKS hisoblanadi. 1x HKS 1x HKS hisoblanadi. Ya'ni bizani potensial buy nuqtamiz hisoblanadi. Undan keyingi agar shag'am buyga yurib turib va sellga qarab yo'nalish atmay qilib turib sellga yurib yana bir marta bizada fu qilib beradigan bo'lsa, bu yerda o'zi bizada 1x 2x HKS hisoblanadi. 2x HKS bilan bozor narxi buyga ma'lum bir likvidli taraf qarab yuradi. Nasib qilsa, masalan, xudo olsa kitobi ham bor. Kitob tashlab yuboraman. Ya'ni likvidliklar bo'yicha, qanaqa likvidliklar bo'yicha ishlaymiz? O'shani kitobi ham bor. Xudo olsa nasib qilsa tashlayman. Hozir qani bu yerda bizada 2x HKS bo'ldi. Hurmatli aka va ukalar. 2x HKS. Endi biz buni bozor real holatini ko'rib chiqamiz. Mana bugungi holatga keladigan bo'lsak, ya'ni 16-may holatiga keladigan bo'lsak, bizda mana fu buyga shakllanib qolgan. Fu buyga shakllangandan keyin bizani ehtimolligimizda bo'lgan buyga ketishga narximiz, ya'ni qayerdan bildik? Bizda 1x buy qildi. Mana 2x buy qildi. Mana 3x buy qildi. Определённый likvidgacha yurib berdi. Ya'ni bizani mana shu yerda manipulyatsiya qilinmagan shag'am likvidligimiz bor edi. O'sha likvidligimiz, ya'ni inside bar bo'lib qoladi, high va low ichida shakllanib qolgan. O'sha yerdan biz kirib ketdik. Endi biz kirib ketishimiz uchun qanaqa bizada stop loss bo'lgan. Birinchi o'chirib aytadigan bo'lsak, как опытный bu sferada mana shu holatidan retesti bo'lgan. Ya'ni stop lossini hajmi va take profitni hisoblaydigan bo'lsak, mana hisoblaydigan bo'lsak, bizda 10 pips, uzog'i 10 pips bo'lgan ekan. 10 pips holatiga agar bizning take profitimizni olsak, 1 ga 7, undan oldingi likvidgacha bo'lsa, 1 ga 8 holati bo'lgan. 1 ga 8 holatidan отработкасы kirib ketilgan. 1 ga 8 holatdan kirib ketilgan. Biza multi time frame qilib turib bu holatini ishlatsak bo'ladi. Ya'ni mana bugungi holat, mana hozirgi holatni oladigan bo'lsak, mana bu yerda bizda fu bo'lgan ekan. Fudan mana 1x 2x buy bilan ketgan. Bizani stop loss hajmimizni oladigan bo'lsak, agar bu yoqda shakllangandan keyin oladigan bo'lsak, pastigacha bo'lsak, mana 14 pips bo'lgan. Ya'ni bozor holatiga qarab. Lekin ertaga buni ko'p narsalari bor, o'rganadigan. Chunki hamma narsa bir-biriga bog'liq deganim sababi bu yoqda bu likvid deyishgan, likvid deyish turib, biz likvid deyishgandan keyin biz minimumidan ozgina 1-2 pipita o'ta razitsa biz kirishimiz kerak o'zi aslida. Ya'ni bizani riskimiz 6 pipsgacha qisqaradi. Bizda mana tepada yana bitta mana fubo, mana fuga retest bo'ldi. Fuga retest bo'lib bizda yana bozor narxi buyga qarab ketdi. Ya'ni men hozir o'rgatayotgan narsa sizlarga shunaqa возможность beradi, shu manipulyatsiyalarni his qilasizlar. Bozorda bo'layotgan manipulyatsiyalarni his qilasizlar. Takja oladigan bo'lsak, mana 1 soatlik time frame olaylik. Bozor narxi buyga yoki sellga yurish uchun misol uchun fu shakllantirish kerak. S fu candle mana oladigan bo'lsak, mana fu buyga bo'lgan. Mana bu yoqda bizda 1x HKS bo'lgan. Вот 2x HKS bo'lgan. Bu HKS ishlamaganligini sababi ham bor. U sabablari bizani ya'ni men darslarda xudo mana bolalarga o'rgatib kelyapman. U narsani bolalar ishlashgandan keyin ancha-muncha tushunib olishdi. Shu nimani hisobiga HKS ishlamagan, shu yerda ham sabab bor. Bizda sellga kirib ketishimizga sabab bo'lgan. Buni men darslarda bolalarga tushuntirib o'tib ketganman, hamma narsa bilan. Misol uchun mana bu holatda ham mana ishlamagan, mana aytishinglar mumkin. Mana tepaga 1x bergan, lekin pastga qarab ketib qo'ygan. Har bitta mana shu yurishi sababi bor. Hammasi mana shu narxlarni ham mana kelib turib mana HKS shakllantiryapti, pastga beryapti. Hammasini sababi bor. Chunki men sizlarga aytayotganimdek, juda ko'p nima deydi, individual o'qishim bo'yicha juda ko'p misol uchun bizda dars bo'ladi, offlayn darslar, misol uchun onlayn darslar bo'ladi. Что bitta darsning o'zida ichida oladigan bo'lsak 10 ta 15 ta bizda paragraflar bo'ladi. Oladigan bo'lsak, simmetrik narx bo'yicha ham
oladigan bo'lsak, ko'pchilik adashtirib yubordi. To'g'risi, kimdirlar qanaqadir mana biza bilamiz simmetrlar deyishib, chuchvarani xom sanashibdi, u narsani bilishmaydi. To'g'risi, u narsani bilishmaydi, chunki bu narsa endi biza mana shogirdlarimizga o'rgatganmiz. Kuniga nechta setap beryapti? 2 ta 3 ta, to'g'rimi? Minimum bitta beradi, lekin stop lossimiz yetib chiqadi. Maksimum baribir hozirgi bozor volatilности unda ham 10 pips maksimum chiqyapti, lekin bitta yurib berishi $10, $20 yurib beryapti. Agar 1 soatlikda oladigan bo'lsa, $30-40 yurib beryapti. Shu bozor kun bozor holatiga qarab turib. Endi bizani ochiqchasi oladigan bo'lsak, akalar, ukalar, yo'nalish sal qiyinroq, lekin qiyin bo'lganiga yarasha bizani yo'nalish bilan ko'p odam unaqa ishlamaydi. Nima deydi buni, ishlash veroятности judayam yuqori, koeffitsiyenti judayam yuqori. Bizada u strategiya emas, bizada sistema. Sistema bo'lganligi hisobiga отработкасini, normalniy отработкасini qilib beradi. Mana bu yoqda ham bizada HK zonalar bo'lgan ekan. Mana 1 soatlik time frame'da o'zi sizlar agar low time frame'da kirib ketsanglar, multi time frame qilib turib 5 minutdan 1 minutgacha tushib borishimiz kerak. HK zonalarda. Mana bu yoqda ham mana HK mana bizada уже bayga bozor направление berib bo'lgan. Undan keyingina bozor likvidnostlarni tashlab turib, likvidnostlarni yechgani bozor narxi kelyapti. Mana bugungi kunni oladigan bo'lsak, nimani hisobiga bozor narxi tushib ketdi deb agar ko'radigan bo'lsak, bizda ham likvidnost bo'lgan. O'sha likvidnostlarni yechgani tushgan bozor narxi. Mana bu yoqda ham bizda likvidnost bo'lgan. Likvidni yechib mana reaksiya bergan. Tepaga qarab o'tgan. Также bizda HK zona shakllantirgan. HK zona shakllantirib, sizga qarab bozor narximiz yurgan. Endi biz hozirgi holatda low time frame bo'yicha qarasak, endi HKslar bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bitta направление ketayotganimizda polni bozor bizga HKs beradi. Mana misol uchun Fushag'amga mana retesga kelyapti. Fushag'am retesdan biz kirib ketishga haqlimiz oladigan bo'lsak, mana retest berib, mana soya bilan pastga qarab yopildi. Misol uchun siz chakana savdogarsiz, lekin men bu narsani savet etmayman, chunki bizning stop lossimizni har doim, mana misol uchun meni o'zim stop lossim bo'lsa 5-10 maksimum 10 pipsgacha olaman. Menda ham stop edi, men tan olaman stop edi, lekin men bitta сделкам, bitta ochganimda o'sha men qilgan zararim misol uchun olib chiqib beradi.